Tyson emasmisiz siz? Vashe sizni o'zgartiraman-ku Tyson tog'o. Bu chach stil bo'lmaydi aka. Qani, men soqollarni yig'ishtirib turing. Bunalarni yig'ishtiring aka. O'ta bo'lmaydi bu rang aka. Ey, siz menga ishoning, ko'chada sizni ko'rib turib, "Yo'may, uni Taysonmi?" deb bo'lishadi aka. Siz qoshi qarolar, qalbi ravolar, soldi bosimga jabru jafolar deb turib aka, qosh sekin qiriladi. Bu yashil rangni siz qayerdan topdingiz aka? Joker olmoqchimidingiz nima? Siz aka Joker stil yarashmaydi sizga. Bo'qon Jokerni ichqarida ko'rmaganmizda, qiltirib bo'lsangiz ham mayli ekan, Joker qilib qo'yardim sizni. Ko'zni yuming shep. Ko'zni yuming shep deb o'zbekcha gapiryapman men sizga. Taysonda aka chachi qanaqa bilasizmi? Pol box bo'ladi. Pol box so'z qilamiz sizga. Xo'p, shep. Biz uje progressdamiz, uje progressdamiz. Hop, Tyson aka o'zi bunday olib qaraganda kal o'g'anta. Sizni kal qilmaylik. Mana unda lezvada bunday qilib qaramizda aka. Sizni jangga tayyorlaymizda, siz ichini chiqib olasiz, keyin Octagon ligadan sizdan jang so'rang aka. Hammasi cho'tga olib ketadi. Ishlaringiz 5.5 bo'ladi, 5 ham bo'lmaydi, 5.5 bo'ladi. Zamonaviy Tyson qilaymi sizga? Hadingda. Mana o'qariq o'tkazish kerak-da, bunday manaqasiga. Bunday qiyin qo'shdan solish kerak. Mana qarang. Bunday qiladi-da, bunday qilib mana olib ketish kerak mana aka. Mendan bunday ana sal qo'lim qaltiraganga o'xshadi-yu, lekin молодец. Zo'r chiqdi aka. Vashe zo'r, o'ta go'zal chiqdi. Endi aka Tyson stil. Mana tatuirovkasi bo'ladi mana chizilgan. Ana shuni urib qo'yamiz sizga, qani. Moment of truth bo'ladi. Mana Tyson tog'am, yangi trendga chiqadigan Tyson tog'am. Like'larni ayamaymiz, enasini emdirib beramiz. Voy, mana Polboxga bitta o'zinglar baho berveringlarchi. Davaydi, baho berveringlarchi. Aka, vashe ishoning. Vashe go'zal. Shu tushasiz, jang bermangin debdi. Bitta video oling aka. Siz rektasiz. Bo'ldi aka. Pulni to'lab keta oling.